Salom Muallim Media kanalining tomoshabinlari, navbatdagi video darsimizga xush kelibsiz. Bugungi video darsimiz oldingi ikkita video darsimizdan tubdan farq qiladi, chunki birinchi navbatda bugun ko'ylak kiyib oldim. Ikkinchi navbatda o'tgan safar chekada turgan bolishimiz endi yo'q. Xo'p, bugungi mavzuyimiz Do you speak English deb nomlanadi, ya'ni siz inglizcha gaplashasizmi? Bu mavzuni ko'tarishimizga sabab juda ko'p o'quvchilarimiz ingliz tilida grammatikani yaxshi bilgani bilan, so'z boyligi keng bo'lgani bilan ingliz tilida ravon gapirib olishga qiynalishadi. Shu ingliz tilini o'rganayotgan odamda tilini qanday qilib ravon chiqarish bo'yicha o'zimiz shakllantirgan 5 dona maslahatimiz bor. Bugungi darsimizda shu maslahatlarimiz bilan sizlarga demak tanishtirib chiqamiz. Birinchi navbatdagi maslahatimiz bu gapiring. Suzishni o'rganmoqchi bo'lgan odam ko'proq suzish kerak. Demak, gapirishni o'rganmoqchi bo'lgan odam ham gapirish kerak-da, to'g'rimi? Demak, nima qilishimiz kerak bo'ladi? Gapirishimiz kerak bo'ladi. Savol: nimadan boshlayman gapirishni? Qanaqa qilib gapiraman? Xo'p, agar o'zingizni kuzatsangiz, kun davomida o'zingizga o'zingiz turli xil fikrlarni bildirasiz. Bu gapni birov eshitmaydi, o'zingizga o'zingiz aytasiz. Misol uchun, o'tiribsiz, televizor ko'rib, kimdir chaqirib qoldi. Nima deysiz? Obbo, hozir zarilmidi deysiz. Yo bo'lmasam uyingizga ketyapsiz, yo'lda magazinga kirib chiqishingiz kerak. Nima deysiz? Voy, esimdan chiqay debdi, magazinga kirib chiqishim kerak. Bu gaplarni birovga gapirmaysiz, o'zingizga gapirasiz. Demak, shunaqa oddiy iboralarni o'zingizga o'zingiz o'zbekcha emas, endi inglizcha gapirishdan boshlashingiz kerak bo'ladi. Shunda, demak, birinchi qadamni qo'ygan bo'lasiz. Misol uchun, haliga aytganimdek, maza qilib televizor ko'rib o'tirganingizda biror bir ishni buyursa, shuni hozir qilishim shartmi deyishni o'rniga must I do it now? Bu odamni o'ziga aytmaysiz, o'ziga aytasiz. Yoki yo'lda ketayotganingizda magazinga kirib chiqishingiz kerak bo'lsa, I should do some shopping now va hokazo. Demak, birinchi bo'lib o'zingizga o'zingiz gapirishni boshlang. Ikkinchi qadamimiz bu gaplashing. Xo'p, ma'lum bir iboralarni o'zingizga aytib, o'zingiz bu narsalarni ishlatishni boshlaganingizdan keyin boshqa bir insonni topasizda, shu odam bilan ingliz tilida gaplashishni mashq qilasiz. Bu odam sizga yaqin inson bo'lgani yaxshi, chunki sizni o'rganuvchiligingizni tushunadi va xatolaringizni, kamchiliklaringizni ko'p topmasdan siz bilan yaxshi suhbat qurishi mumkin. Endi bu odam do'stingiz bo'lishi mumkin, aka-ukangiz bo'lishi mumkin yoki boshqa yaqinlaringiz bo'lishi mumkin. Birov bilan suhbatlashayotganda xato qilishingiz haqida o'ylamang. Sizning hozirgi vazifangiz ingliz tilida xatosiz gapirish emas, ingliz tilida gapirish. Xato bilanmi, xatosizmi, uni ahamiyati yo'q. Ikkinchi bosqichda kim bilandir inglizcha gaplashamiz. Uchinchi bosqichdagi maslahatimiz bu o'qing. Xo'p, o'qing deyish orqali biz ingliz tilidagi matnlarni ovoz chiqarib o'qishni nazarda tutamiz. Misol uchun, ingliz tilidagi hikoyalar to'plami bo'ladimi, ingliz tilidagi biror roman bo'ladimi yoki internet kengliklaridagi ingliz tilida yozilgan maqolalar, yangiliklarni o'qishimiz kerak bo'ladi. Bu matnlarni ovoz chiqarib o'qishimiz bizga 3 ta foyda beradi. Birinchisi, o'zimizni chet tilida ovozimizni eshitib, o'zimizni chet tilidagi nutqimizga psixologik jihatdan o'rganib boramiz. Ikkinchidan, agar biror bir so'zni talaffuzi haqida shubha paydo bo'ladigan bo'lsa, uni lug'atdan ko'rib olib, aniqroq talaffuz qilishga harakat qilamiz. Uchinchidan, katta miqdordagi inglizcha matnlarni muntazam ravishda o'qib borish bizning so'z boyligimiz va ingliz tili bo'yicha umuman bilimlarimizga juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. To'rtinchi bosqichdagi sizlarga tavsiyamiz eshiting. Bugungi kunda hammada telefon bor, kompyuter bor, ya'ni MP3 formatidagi audio fayllarni eshitish hech kimga muammo emas. Internet kengliklarida ingliz tilidagi audio fayllarni topish ham muammo emas. Bunday manbalardan ikkitasini aytib o'taman. Birinchisi bu LibriVox.org sayti. Demak, buni ko'rib turibsizlar bu saytning nomini. Bu yerdan siz ingliz tilida o'qilgan audio kitoblarni ko'chirib olishingiz mumkin. Yoki ikkinchisi britishcouncil.co.uk. Bu veb-sayt orqali sizlar turli xil podkastlar, ya'ni qisqa yozuvlarni ingliz tilida ko'chirib olib, bularni telefon yoki kompyuterlar orqali muntazam eshitib borishinglar mumkin. Nimaga eshitish zarur? Chunki xuddi yosh bola ona tilini o'rgangani kabi siz ham hozir chet tilini o'rganyapsiz. Yosh bola ota-onasiga, atrofdagilarning nutqiga taqlid qilib o'z ona tilini o'rganadi, eshitib ona tilini o'rganadi. Demak, siz ham ingliz tilini ko'p eshitish orqali o'zingizni og'zaki nutqingizni tekis bo'lishini ta'minlab berasiz. 5-chi tavsiyamiz bo'lsa bu o'zingizga ishoning. To'g'ri, o'zingizga ishonish juda ham qiyin narsa. iloji bor narsa, lekin darrov paydo bo'lmaydi. Ya'ni ko'p gapirishni xohlagan odam men jon deb gapirgan bo'lardi-mu,
deb turib u yoqqa har xil bahonalar to'qishni boshlaydi. Yuqorida aytib o'tgan, demak, birinchidan inglizcha gapiring, ikkinchidan inglizcha gaplashing, uchinchidan ingliz tilida o'qing va to'rtinchidan ingliz tilida eshiting degan tavsiyalarimizga muntazam amal qilib boradigan bo'lsangiz, vaqti kelib ingliz tilida gapira olishingizga o'zingizda ishonch paydo bo'ladi va vaqti kelib turib ingliz tilida ravon notiqqa aylanishingiz albatta mumkin. Demak, hurmatli tomoshabinlar, bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarim yuqoridagi 5 ta tavsiya edi. Agar savollar, fikr-mulohazalar yoki takliflar bo'lsa, bugungacha birontanglar yozmadinglar, lekin bundan keyin yozmoqchi bo'lsanglar, odatdagidek muallim.media@gmail.com manziliga o'z fikrlaringizni yozib yuborishingiz mumkin yoki bevosita shu videoning ostida o'z sharhlaringizni qoldirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.